Elon Musk bugungi kunda dunyoda eng mashhur va ta'sirga ega insonlardan biri. U 1971-yilda Janubiy Afrikaning Pretoria shahrida tug'ilgan. Yoshligidan texnologiya va kosmosga qiziqgan. Hatto 12 yoshda u o'zi yozgan kompyuter o'yinini atiga $500 sotgan. Elon Muskning hayoti oson kechmagan. U yoshlik paytida ko'p arziqlarga va moliyaviy muammolarga duch kelgan. Ammo hech qachon orzularidan voz kechmagan. 1990-yilda u Kanada, keyin esa Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib o'tadi. U yerda dastlab Zip2 degan kompaniya ochadi. Keyin esa PayPal'ni yaratib, uni $1,5 milliard sotadi. Shundan so'ng u butun dunyoni o'zgartiradigan g'oyalarga e'tibor qaratadi. Tesla Motors orqali neftga bog'liq bo'lmagan ekologik toza mashinalar yaratadi. SpaceX orqali esa odamlarni Marsga olib chiqish g'oyasini oldiga maqsad qilib qo'yadi. Uning raketalarida bir necha marta qayta foydalanish mumkin. Bu esa kosmik sayohat narxini keskin kamaytiradi. Hozirda SpaceX raketalari yordamida sun'iy yo'ldoshlar uchirilmoqda. Hatto NASA ham Elon Musk kompaniyasidan foydalanadi. Bundan tashqari u Neuralink orqali inson miyasi bilan kompyuter o'rtasida aloqa o'rnatish ustida ishlayapti. The Boring Company esa yer ostidan tez harakatlanuvchi transport yo'llarini yaratmoqda. Elon Muskning maqsadi shunchaki boylik emas, u insoniyatni yangi davrga olib chiqishni istaydi.